Toshkent hamda Farg'onadan Turkiyaga uchmoqchi bo'layotganlarga bugungi videomizda biletlarning narxlari va Turkiyaning qaysi shaharlariga borligi to'g'risida to'liq ma'lumotni Bobur akam bilan birgalikda berib o'tamiz. Xudo xolasa Bobur aka eng asosiysi ketish yoki qaytish biletlarini bizdan onlayn xarid qilsa ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Masofadan turgan aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Uning uchun ekranda nomerlarimizni Telegramimiz bor. Telegramdan aloqaga chiqishsa, narxini aytamiz. Ma'qul kelsa, pasportlarni tashlaysiz, aviabiletlarni rasmiylashtirib tashlab beramiz PDF variantini. Biletlarini tekshirib, ishonch hosil qilishgandan keyin to'lovini amalga oshirsa bo'ladi. Bunaqangi imkoniyatlar ham sizlarga yaratib qo'yganmiz. Xudo xolasa Bobur aka endi birinchi Farg'onadan reysda, keyin Toshkentdagi reyslarning ma'lumotini bersangiz, narxlari bo'yicha ham. Hop, Turkiyaga Farg'onadan Istanbulga uni ikkita bagajligi 3.065.000 so'm chiqadi, bitta bagajligi 2.600.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Istanbulga ikkita bagajligi 2.750.000 so'm chiqadi, bitta bagajligi 2.270.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Anqaraga ham reyslarimiz bor. Uni ham ikkita bagajligi 2.950.000 so'm chiqadi, bitta bagajligi 2.600.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Izmirga ham reysimiz bor. Uni ham ikkita bagajligi 3.560.000 so'm, bitta bagajligi 2.920.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Antaliyaga ikkita bagajligi 3.650.000 so'm, bitta bagajligi 3 million so'm chiqadi. Toshkentdan Bodrumga ikkita bagajligi 3.550.000 so'm, bitta bagajligi 3.150.000 so'm chiqadi. Xudo xolasa akalar kimga biletlar zarur bo'ladigan bo'lsa, mana shu narxlar bo'ladi. Bundan tashqari yana boshqa sanalarga ham bron qilsa bo'ladi. Bobur aka, misol iyulga yoki avgustga, xudo xolasa ekrandagi raqamlarga Bobur akam o'zlari javob beradilar. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Farg'onaliklar bo'ladigan bo'lsa, ofisimizga tashrif buyursalaringdan bo'ladi. Bobur aka, ofisimizni manzilini tushuntirib bersiz aka. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar sentrida, Tojmahal ro'parasida. Xudo xolasa kelib, ekranda nomerlarga telefon qilsalaring, akam o'zlari kutib olib, chiroyli ma'lumotlarni beradilar. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.